hech narsaga e'tibor bermasdan prosta tak o'tirganingizda bitta zo'r xabar keladi sizga haligi. Agarda men panda bo'lganimda ham meni yaxshi ko'rib menga uylanish taklifini bergan bo'larmidingiz degan. Endi biz erkak kishilar ham mana videolarni ko'rib ancha pishib qoldik bunaqa savollarga. Ha, uylangan bo'lardim, panda bo'lsang ham yaxshi ko'rardim seni. Siz o'zingiz doktorga ko'rsatishingiz kerak, sizda nimadir neto deyapti. Sen doktorga ko'rsatishing kerak o'zingni. Sen berding bu savolni desam, o'qib javob yozmayapti. Men asabiylashyapman. Men sen o'sha savolni berguningcha pandaga uylanish niyatim yo'q edi meni. O'zi bu ayollar bizni ko'rolmaydi, bilasizlarmi? Prosta tak o'tirgan erkak kishini hech qaysi ayol kishi ko'ra olmaydi. Aya bo'ladimi, opa bo'ladimi? Sizlarda bilmadim u ayollar biz erkak kishilar shunaqa qobiliyatimiz bor-da, hech narsa qilmay prosta o'tirishimiz ham mumkin. Bilmayman nimaga sizlarda bunaqa narsa. Menimcha shu haligi yoshligimda ayam abetda ko'chaga o'ynagani chiqaman desam, boshingdan olib o'tadi derdi, lekin opam boshimdan olib o'tib ketadi deb abetda kompot qilmayman desa, yo'q, sen pishasan. Biroq uyga borishing bor, qilasan deydi.